Assalomu alaykum. Hurmatli butun xalqim, vatandoshlar va ham qushog'iylar va ham musofirda yurgan aziz aka-ukalar. Sog'-omon ishlab yuribsizlarmi? Men yana G'afurov Baxtibek bo'laman. Eslaringizda bo'lsa, bundan 20 kun oldin yordam so'rab video murojaat qilgan edim. Rahmat hammangizga, video murojaatimni inobatga olibsiz. Yordamlaringiz bilan kartamga 8000 somon pul yig'ishtirildi. Rahmat, hammangizdan minnatdorman. Ancha mushkullarim oson bo'layapti. Yana sizlardan bir iltimos, ikkinchi video murojaatim. Yana ozgina yordamlaringiz menga kerak bo'layapti. Hozir qarzlarimdan keyin sog'ligimni luka tiklab olganim yo'q. Bor pullar moddiy tomondan qarzlarimga ketyapti. Bankdan qarz olgan edim. Sal kechikkan banklarim bor edi. Iltimos yordam qilingizlar. Qarzlarimdan ham qutulib olayin. Sog'ligimni ham tiklab olayin. Uyimda ustini ham shifr qilib olayin. Hozir yog'ingarchilik payti, uyimda sira suv o'tib qoladi. Avvalgi videomga aytib o'tganman. O't xaltam bilan yuragimda muammo bor. Og'ir ish qila olmayman. Faqat antena remont qilaman. Kechasi 1-2 soat remont qilaman. 100 so'm 150 so'm tushyapti. Hech narsa bo'lmayapti. Bu ro'zg'orga ketyapti, aziz aka-ukalar. Iltimos yordam qilingizlar. 2 ta farzandim bor. Bitib YouTube'ga, internetga chiqish men uchun, erkak kishi uchun oson emas. Majburligimdan, sharoitim juda ham og'irligidan chiqyapman, aziz aka-ukalar. Yana qo'llaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Yana ancha mushkulim oson bo'lib qolsin. Musofir yurtda yurganlarni, qayerda yurgan bo'lsalaringiz, Xudo sizlarni jonlaringizni omon qilsin. Farzandlaringiz baxtiga sog' omon bo'lingizlar. 2 ta farzandim bor, chirqirab qolmasin. Bankdan ham qarzlarim bor. Uyimdasini shifr qilishim kerak. Doktorga ko'rinib, sog'ligimni ham tiklab olishim kerak. Doktorga ko'ringanim yo'q hozir. Ozgina pul yetmayapti yana. Sal ozgina yordam qilingizlar. Qo'llaringizdan kelsa. Biz bir umr sizlarni duo qilamiz. Boyib ketsam, o'zimni o'ngar bo'lsam, men ham yordam qilaman sizlarga, xalqim. Rahmat shuncha xalqim, yordam qildilaringiz. Minnatdorman. Sizlarni ko'p qilsin. Menga birini bergansan, sizlarga mingini bersin. Sizlardan yana yordamni kutib qolaman. Mana shu raqamga, ekraningizda ko'rib turgan raqamga kartam bor. Humo karta bor. 985 45 82 12 raqamga. Iltimos yordamlaringizni kutib qolaman. Bemalol mana shu nomerga qo'ng'iroq ham qilishlaringiz mumkin, holimni so'rab. Ish masalalaringiz bemalol uyga kelib ko'rishlaringiz mumkin, uyda ahvolini, qarzlarimni tarishib chiqishlaringiz mumkin, aziz aka-ukalar. Shu ekranga o'zim humo kartam bilan dusham sitimni qo'yaman. Bemalol qo'llaringizdan kelsa yordam qilib yuboringizlar.